Bu tarixdagi eng katta, eng keng qamrovli va eng buyuk FIFA Jahon Chempionati bo'ladi. Nafaqat 3 ta mezbon mamlakat, 16 ta mezbon shahar, keladigan millionlab odamlar va tomosha qiladigan milliardlab insonlar. Balki o'sha 3 ta mezbon davlatda, 16 ta mezbon shahardan tashqari, yana 25 ta jamoatchilik hudud ham Jahon Chempionatining ajralmas qismiga aylanadi. Chunki ular ishtirokchi jamoalarning ba'zilarini o'zlarida qabul qilishadi. Keling, ushbu 25 tadan bir nechta misol keltiraylik. Masalan, shimolda bizda New Tecumseh, New Tetumseh bor. Yoki janubda Cancun, Tantan bo'ladi. Yoki Tinch okeani sohilida, garbda Portland, Portland. Atlantika okeani sohilida, sharqda esa Boca Raton, Boca Raton. Va bu jamoatchilikning barchasi hamda boshqa juda ko'p hududlar Jahon Chempionatini quchoq ochib kutib oladi, qo'llab-quvvatlaydi va butun dunyoni birlashtiradi. FIFA Jahon Chempionati 2 haftadan so'ng 11 iyun kuni boshlanadi va 19 iyul kuni grand final bilan yakunlanadi. Va albatta kimdir mana shu betakror va ramziy kubokni, FIFA Jahon Chempionati kubogini boshi uzra baland ko'taradi. G'oliblik uchun kurashga tayyor.